Aynan shu video sizga o'z kanalingizdagi obunachilar sonini keskin oshirib, raqobatchilaringizdan bir qadam oldinda bo'lishingizga, videolaringiz prosmotrlarini ko'paytirishga yordam beradi. Va albatta, birinchi 1000 ta obunachingizni yig'ishingizga ham. E'tibor bergan bo'lsangiz, YouTube'da har qanday holatda har safar katta prosmotr oladigan video turlari bor. Bular POV videolar, maxsus tutoriallar va balki juda qimmatli ma'lumotlar beradigan videolar ham bo'lishi mumkin. Aynan bular qaysi turdagi videolar va nega ko'pchilik youtuberlar bu turdagi videolar haqida juda kech xabar topishadi. Bugungi videomizda shu haqida gaplashamiz. Demak, ushbu videomizda 3 ta katta prosmotrlar yig'ish uchun youtuberlar qilishlari kerak bo'lgan video turlarini ko'rib chiqamiz. Birinchisi challenge videolar. Tasavvur qiling, nimadir qiyin va katta ishni qilmoqchisiz, lekin bunga 1 oy yoki hatto 1 yil sarflashga vaqtingiz yo'q. Menda ham shunaqa bo'lgan. Shu paytda YouTube'da kimdir shu ishni qilib ko'rgan bo'lsa va butun tajribani atigi 10 daqiqalik videoda tushuntirib bersa, ajoyib bo'lardi. To'g'rimi? Mana shunaqa videolar odamlarni o'ziga tortadi. Chunki tomoshabin o'z vaqtini tejaydi, lekin sizning tajribangizdan saboq oladi. Masalan, 30 kun davomida faqat bitta taom yeyish yoki 30 kun YouTube kanal yuritish yoki bo'lmasam 30 kun davomida dieta qilish. Muhimi, videoda gapirib o'tirmasdan o'sha ishni real bajarish kerak. Ya'ni harakat bo'lishi shart va eng asosiysi bu preview. Agarda preview odamni qiziqtirmasa, hech kim videoga bosmaydi va videoni ko'rmaydi. Shunday qilib, agar siz zo'r challenge videosini tayyorlamoqchi bo'lsangiz, videoning nomi, jarayoni va previewga alohida e'tibor bering. Agarda sizga videolaringizga e'tiborni tortadigan previewlar kerak bo'lsa, bizning YouTube do'konimizdan buyurtma berishingiz mumkin. YouTube do'konimizda nafaqat preview, balki YouTube kanalingiz uchun banner avatarka, streamlar uchun overlaylar va shunga o'xshash kerakli barcha xizmatlarga buyurtma berishingiz mumkin. Kanal manzili video ostida bo'ladi. Hoziroq obuna bo'ling. Agar harakatchan videolar qilish sizga qiyin bo'lsa, ikkinchi usul gapiruvchi bosh usulidan foydalaning. Bu degani, siz kameraga qarab gapirasiz, bir joyda turasiz va qiziqarli mavzuda fikr bildirasiz. Hech qanday kuchli montaj yoki ko'p jarayondagi syomka kerak emas. Bu usulni qanday ishlatish mumkin? Masalan, siz YouTube kanal ochgansiz va uni qanday yuritganingiz, qanday qiyinchiliklardan o'tganingiz va qanday muvaffaqiyatga erishganingiz haqida gapirasiz. Muhimi, buni ketma-ket aniq faktlar bilan tushuntirish. Nega bu usul ishlaydi? Chunki ko'pchilik muvaffaqiyatni shunchaki omad deb biladi. Kimdir tasodifan mashhur bo'ldi degan noto'g'ri fikr bor. Siz esa har bir qadamda omad emas, harakat muhimligini isbotlab berasiz. YouTube'da minglab odamlar shu yo'l bilan millionlab ko'rishlar olgan. Siz ham shu usulni to'g'ri ishlatsangiz, qiziqarli, ta'sirli va samarali videolar yaratishingiz mumkin bo'ladi. 3-video turi bepul kurslar. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Agarda siz biznes egasi bo'lsangiz yoki o'z biznesingizni reklama qilmoqchi bo'lsangiz, aynan shu usul orqali katta mijozlar oqimi yoki tomoshabinlarga ega bo'lishingiz mumkin. Ammo bu usul avvalgi ikkitasiga qaraganda sal qiyinroq va uzoqroq davom etadi. YouTube'da 8-10 soatlik videolarni kam ko'ramiz, to'g'rimi? Lekin agar ularning birortasini ko'rsangiz ham, prosmotrlari anchagina ko'p va videolar juda qiziqdek tuyulishi mumkin. Buning asosi televizorlarda, telekanallardan tashqari YouTube tomosha qiluvchilar soni hozirda juda baland. Va shu uchun ham ko'pchilik televizor tomosha qiluvchi insonlar YouTube'da har doimgi 10 daqiqalik videolar ketma-ketligini o'tkazib o'tirgandan ko'ra 1-2 soatlik va ba'zan 8-10 soatgacha davom etadigan videolarni bir marta ko'rishni boshlab, shu bilan televizor pultini chetroqqa surib qo'yishadi. Aynan shunaqa videolar orqali mashhurlikka erishgan youtuberlar anchagina. Va bu kabi kontent asosan bepul kurslar va bepul biznes seminarlar kabi mavzulardagi kursingizni shunchaki uzoq vaqtli video qilib, bitta videoga sig'dirib YouTube'ga yuklaysiz va tomoshabinlar sizni bu videoga ancha vaqt va mehnat ketkazganingizni his qilishadi. Va albatta, bu kursning bepulligini ko'rib, oxirgacha tomosha qilishadi. Axir bepul narsa kimga yoqmaydi, to'g'rimi? Bunaqangi videolar tayyorlashga bir necha oy yoki haftalab vaqt ketishi mumkin. Bir joyda o'tirib, uzoq vaqt bir mavzuda gapirasiz. Keyingi qism haqida esa ertasi kuni video olasiz va barcha qismlarni jamlab bitta qilib YouTube'ga joylaysiz. Ammo oldinroq aytganimdek, video iloji boricha faktlarga asoslangan, isbot va dalillarga ega, qiziqarli va tushunarli bo'lishi kerak. Shu orqaligina videoda tomoshabinlar
tom ma'noda majbur qilishingiz mumkin bo'ladi. Do'stlar, ushbu usullarni albatta sinab ko'ring va natijasini mening Telegramimga yuborishingiz mumkin. Va do'stlar, bizning bepul